Euroart jamoasi yana bir obyektni yana xalqimizga topshiribdi. Rahmat. Dum chiroyli bo'libdi. Endi bu yer to'yxona yaxshi gullab bo'lsin. To'yxonada haqiqatan ham polimiz gul ekan. Yana rasmlarni, buyuklarni umuman aytganda общий dizayni dum bir shu baxtli onlaringni his qiladigan darajada shu atmosferani qilib beribsizlar. Iloyim shurdagi bo'ladigan to'ylardagi yoshlar baxtli bo'lsin. Bu yerda hamisha shunday yaxshi gullar ko'p bo'laversin. Nafaqat bu Xorazmda, balki shu butun respublika, undan tashqari butun dunyoda o'zingizning mahoratingizni ko'rsatib, katta binolarni, shunday katta obyektlarni olib chiroylatib chiqarib o'tirish sizga nasib etsin. Geldik yana açılış mərasimine məzə qılıb oturduk. Bundan bir anda, endi bir anda xuda xalasa toylar yetədi. Əgər sizlərə mənə öylərinizdə, ya ki olmasa toyxana qalaversə başqa bir idarələr, ofislər oladımı, remontlarını Euroart jamoasına tapşırsanızlar, heç qanday afsuslanmaysızlar. Bəlkə yenə mehnətiniz joyli-joyina tushganini o'zlaringiz his qilishlaringiz mumkin bo'ladi. İşlərinizə rivoj, muvaffaqiyatlar. Muvaffaqiyat sabiyetlerini ko'paytiravering. Yan boshingizda shu Garmoniya Homestroy jamoasi ham yelkadosh bo'lib turibsa, siz ham bir endi o'zingizni fikrlaringizni aytib bersangiz. Endi Daynaram beyda sajam 6 oy mehnat etdi. Har doim zo'raja ishladilar, zo'raja o'zimiz ta'minlab turamiz. Olgan mahsulotlarni Daynaram uval qilmasdan chiroyli qilib o'z joyla-joyina qo'yib beradi. Bemalol to'yxonalarimiz bo'ladimi, uylaringiz bo'ladimi, restoranlarimiz bo'ladimi, bemalol o'tirishingiz mumkin. Sifatli materiallarni o'zlarimiz yetirib beramiz. Bizlarga davom etinglar, yangiliklarimiz ko'p.